Assalomu alaykum. Hozir namoyish etiladigan videorolik to'liq sun'iy intellekt asosida tayyorlandi. Bu tabrik roligimiz nafaqat prokuratura tizimi, balki barcha sohadagi ustoz va murabbiylarga bag'ishlanadi. Marhamat. Hurmatli ustozlar, sizlarning fidoyiligingiz, sabr toqatingiz va cheksiz mehringiz tufayli yurtimiz yosh avlodi bilimli, tarbiyali va vatanparvar bo'lib voyaga yetdi. Qasamyod qilaman. Bugun sizning shogirdlaringiz hayotning barcha jabhalarida ilm, fan, tibbiyot, adolat va qonun ustuvorligini ta'minlash kabi sohalarda munosib xizmat qilmoqda. Sizlar millatning kelajagini yaratishda katta hissa qo'shayotgan haqiqiy fidoyi insonlarsiz. Murabbiylarimiz saboqlari va tinimsiz mashqlar natijasida biz yurtimiz bayrog'ini balandlarga ko'tarmoqdamiz. Baxtimizga sog' bo'ling. Shogirdlaringiz xalq xizmatida. Aziz ustozlar, ilmingiz ziyoda bo'lsin. Biz sizlarni qadrlaymiz. Ustozlarimdan olgan bilimlarim tufayli jinoyatlarni tez fosh etib, har bir jinoyat uchun jazo muqarrarligini ta'minlashda hissa qo'shmoqdaman. Bayramingiz muborak bo'lsin. Endigina ish boshlagan yosh kadrlarga chin dildan ishni o'rgatib, yo'l ko'rsatayotgan ustozlarimga minnatdorchilik bildiraman. Ishlaringizda ulkan zafarlar tilayman. Qonun ustuvorligini ta'minlashda va adolatni tiklashda qilayotgan xizmatlarimiz sizlarning bergan bilimlaringiz mevasidir. Huquqni muhofaza qilish akademiyasi jamoasi nomidan sizlarni sharafli kasbingizda ulkan muvaffaqiyatlar tilaymiz. Bayramingiz muborak bo'lsin. O'zbekiston Respublikasi Huquqni muhofaza qilish akademiyasi